O'sha aktual tema original soxta. Bugun koreyskiy antiperspirantni original soxtasini ko'rib chiqamiz. Bir bochidan ko'rib chiqamiz. Originalda ham tepasidagi dumaloq rasmi fioletviy rozoy rangda, paddelgasida bo'lsa ikkalasi bir xil rangda, o'rtasida ham shunaqa, mana uchalasi uch xil rangda, paddelgasida bo'lsa bir xil. Pastida ham shunaqa. Originalda 30 milli yozuvdan keyin koreyskiy yozuv bor, paddelgasida yo'q. Orqasidan farqi bu originali, bu paddelgasi. Paddelgasida ham bunaqa belgilari bor. Originalida tagida joylashgan sroki, nomeri, paddelgasida bo'lsa yonida. Paddelgada original deb yozib qo'yibdi. Bu paddelchiliklarda iymon ham, insof ham, ixlos ham, ibo hayo ham yo'q. Originali rasmlariga e'tibor bersanglar boshqacha rasmlar farq qiladi. Bu bo'lsa paddelka. Originalda tagrog'ida koreyskiy yozuv bor, paddelgada yo'q. Originalda shtrix kodi 88, koreyan shtrix kodi qo'yilgan, paddelgada bo'lsa 69, Xitoyning shtrix kodi. Originalda ham bunaqa yozuvlari, ham bunaqa rasm bor, paddelgada yo'q. Ochilishida farqi bo'ladi. Bu paddelkasi, originali bo'lsa ham bunaqa iPhone'ga o'xshab ochiladi. Originali mana bunaqa roliklari alohida chiqadi, paddelgasida bo'lsa o'zi bilan chiqadi. Originalda mana bunaqa instruksiyalar ham chiqadi. Idishida ham originalda 30 mil yozuvdan keyin koreyscha yozuv bor, paddelgasida yo'q. Paddelgasida sroki mana bunaqa yonida, orqasida joylashgan, originalda bo'lsa tagida. Bu mahsulot yoz faslida trendga chiqib ketadi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun subscribe qilib qo'ying. Yozda qidirib yurmaysiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, tanishlariga yuborib qo'ying.